Sizni chin dildan sevgan inson mana bu 10 ta narsani qiladi. Birinchisi, u doim sizga yozishni, qo'ng'iroq qilishni yoki uchrashishni xohlaydi. Ikkinchisi, har tong uyg'onganida birinchi bo'lib sizni eslaydi. Uchinchisi, qayerga ketayotganingizni va kim bilanligingizni so'raydi. Bu nazorat emas, g'amxo'rlik. To'rtinchisi, qancha band bo'lmasin, siz uchun har doim vaqt topadi. Beshinchisi, oddiy kunlarda ham sizni quvontirish uchun sovg'alar olib keladi. Oltinchisi, siz haqingizda mayda detallargacha eslab qoladi, yoqtirgan shirinligingiz yoki qanday qahva ichishingizni. Yettinchisi, orzularingizni qo'llab-quvvatlaydi va sizning eng yaxshi versiyangiz bo'lishingizga turtki beradi. Sakkizinchisi, kayfiyatingiz yo'q bo'lsa, sizni xursand qilish yoki hech bo'lmaganda tinglash uchun yoningizda bo'ladi. To'qqizinchisi, sizni boshqalarga faxr bilan tanishtiradi. 10-si, yaxshi kunlarda ham, yomon kunlarda ham siz bilan qoladi, chunki chin muhabbat shartlarga bog'liq emas. Sizda ham shunaqa munosabatlar bo'lsa, kommentariyada yurakcha qoldirib keting.